Xprinter 365B modelini ustanovkasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, kuzatuvchilarimiz ko'pchilik pulga sotadigan ma'lumotni biz sizlarga tekinga ko'rsatmoqchimiz. Driverga kirib dalini bosganimizdan keyin USB port orqali bizda printerni aniqlab oldi. Endi dali qilib buni ustanovka qilib olamiz. Ustanovka qildik mana. Oknoni zakrit qilib panel управлениyaga kiriladi hamda оборудование и звуки устройства printerga kirilib, mana ko'rib turibsizlar 365B modeli qo'shildi. Endi bunga razmer qo'shamiz. Свойства printerning ustiga bosib, настройкasiga kirib, книжный 180 gradus ustiga bosib, yangi razmer qo'shamiz. Новый ustiga bosib, mana 40 ga 30 razmer yozdim. OK ga bosib saqlanch qilib, yana bir marta OK bosiladi. Hamda probniy pechat beriladi. Ko'rib turganingizdek ishlab turibdi mana. Printer ustanovka qilingandan keyin boshqa portga olib bo'lmaydi, o'sha portda qolish kerak. Bo'lmasam printerimiz ishlamaydi. Kimga shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar.